Yuzimga kechki uxodimni qilaman va sizlar bilan ozgina tug'ish va tug'maslik haqida ozgina chaqchaq qilamiz. Nima uchun yana shunaqa tema? Chunki bittasi bilan kecha emas o'tgan kuni gapirib tursam, yana shu tema. Biladilar, что menga bu tema не очень-то приятный. Ko'rib turibmiz, o'zimizni lichniy gapimiz va menga aytyaptilarki, yangicha tkаневая maska sinab ko'ramiz. Tug'sangiz yaxshi bo'lardi, tug'ish mazza, baribir sizga bitta bola kerak. Что? Mana u odamga bitta savol berdim, хотя meni ikkita savolim bor. Qanaqasiga tug'ish endi mazza bo'ldi? Tug'gan ayollar yozinglar, bu mazzami? Biza bilmas ekanmiz. Ikkinchi savolim, qanaqa qilib tug'gan ayol tug'magan ayolni sudit qilishim? Poyez bu gapi bilan, tipa, tug'sang yaxshi bo'lardi, tipa, u qasdaniga, tug'magan ayol qasdaniga, tug'magan. Birinchi savolni berganimga qanaqa qilib tug'ish mazza bo'lishi mumkin ayol kishi uchun desam agar, prosta bolali bo'lish mazzada, ering ham seni yaxshiroq, yaxshi ko'rib ketadi, o'ylang bo'ladi, bola, unaqa narsa, sen bu haqida orzu qilmaysanmi? Statistika bo'yicha ko'pincha ajrimlar oilada bola tug'ilgandan keyin bo'ladi. Bu statistika hamma joyda bor. Va mayli, bu statistikani olib tashlasak, qanaqa qilib ayol kishi to'ydan keyin bunaqa oila, tug'ish, chiroyli oila qurishni orzu qilmaydi va boshqa kishiga shunaqa savol berishga u odam o'zicha menga qanaqadir aybdorlik hissini uyg'otmoqchi bo'ldi. Bu video mana именно men kabi lecheniya olib yurib, hali tug'magan ayollarga taalluq. Agar sizga biron kishi, xoch u sizni yaqiningiz bo'lsa ham, kelib sizga mana shunaqa psixologik david qilsa, aybdorlik chuvstasini uyg'otsa, bu narsaga siz manipulyatsiyaga darrov berilib ketmang. Chunki bu narsaga biz vinoat emas. Ayol kishi agar tug'masa, bu degani unga yashashga yoki baxtli bo'lishga haqqi yo'q degani emas. Va shunaqa bo'lishi mumkinki, что nechtadir tug'ib, ko'chada o'zidan baxtli ayolni yasab, uyga kelgandan keyin qanaqa hayot kechirganini faqatgina o'zi biladi.